Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? 1 minutga mumkinmi? Kameraga olsam bo'ladimi yo'qmi? Bugun qadrdonlar, assalomu alaykum hurmatli sho'rchiliklar. Bugun Sho'rchi tumanida pul tarqatish uchun yo'lga chiqdik. Xullas, vohada arzon Instagram sahifasiga barcha sho'rchiliklarni obuna bo'lishini so'raymiz. Bugun Sho'rchida kechgacha bizga obuna bo'lganlar o'rtasida har bir obuna bo'lgan odamga 100 ming so'mdan tarqatamiz. Xullas akalar, mana Sho'rchi ko'chalardamiz. Endi bizga obuna bo'lgan odamlarni qidiramiz akalar. Sho'rchidan qidiramiz. Shuning uchun sho'rchiliklar bo'lsa, layklarni, kommentlarni tinimsiz yozaveringlar. Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi aka? 1 minutga. Mumkinmi? Kameraga olsam bo'ladimi? Qarang, bizda Instagram sahifamiz bor, vohada arzon degan. Agar o'shanga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 100 ming beramiz-da. Nima bor? Ko'ram, o'zim ko'raman telefoningizni, bering. Xullas, bormi Instagramingiz? Aka mana, obuna bo'lmagansiz. Agar bo'lganingizda real 100 ming berardim aka. Rahmat, salomat bo'lingizlar. Bosib qo'ying aka, keyingi safar aniq berib ketamiz. Xullas akalar, qidiryapmiz Sho'rchi ko'chalarida tinimsiz yurib. Obuna bosib qo'yavering. Bizda 3 ta akkaunt bor. Agar 3 ta akkaunt hammasiga bo'lgan bo'lsa, 500 ming beramiz. Lekin vohada arzonda o'ziga bo'lgan bo'lsa ham 100 ming so'm beramiz har bitta odamga. Qarochi obuna bo'lgan bo'lsalar pul beraman-da. Aniqmi? Ko'raylik. Bo'ldi. Xullas xohlashmadi bu. Ketdik. Dalshi davom etamiz Sho'rchi ko'chalarida. Dalshi topamiz bar. Bizga obuna bo'lgan odamni topamiz. Chunki bizda Surxondaryo bo'yicha, chunki kanalimiz nomi ham vohada arzon. Xullas mana Sho'rchi svetoforlar, Sho'rchi chorrahasi turibdi.